Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Biz yana yangi obyektimizni bitkizdik. Akamizga 7000 Engelberg plastmassa hamda termo eshik romlar qo'yib berganmiz. Arkali qilib 3 qavatli oynadan orasiga shatlankalar berib berganmiz. Ko'rib turganingizda mana hammasi sifatli chiqqan. Energiya tejovchi oynalarda bo'lgan. Bu romlari bu yerga mana termodan eshik qo'yib berganmiz. Ochilib yopilishlari juda ham cho'tki bo'lgan. Stubliner uchkalarda bo'lgan. Bu ichki ko'rinishlari. Shatlankalari ham juda go'zal chiqqan. Romlarning ochilishi. 3 qavatli oyna. Ko'rib turganingizda. Bu tarafga eshiklar, romlar qo'yganmiz. Oddiy bo'ylab xizmat qilamiz. Xizmatlarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, ishchi sifati sizlarga yoqayotgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Bu tarafga mana 7000 Engelberg plastmassa romlar qo'yilgan. Hammasi arkali bo'lgan, akamizni fasoni shu arkalikdan bo'lgan ekan. Chiroyli qilib qo'yib berganmiz.